Bu kasallikni psoriaz bilan ko'p chalkashtirishadi. Bu kasallik to'g'ri ko'rinishi, toshma elementlari psoriaz kasalligida uchraydigan toshma elementlarga o'xshaydi. Lekin bu psoriaz emas. Demak, davosi ham psoriazga o'xshamaydi. Uning qo'zg'atuvchisi mutlaqo boshqa narsa. Seborrheic dermatit, yog'li seborrheic dermatit deyiladi. Bu ham juda ko'p uchraydi. Aynan yosh bolalardan tortib to yosh katta insonlargacha vaqti bilan qo'zib turadigan teri kasalligi hisoblanadi. Bu nima? Xo'p, nima haqida gaplashsak, sizga shu kasallik haqida bir qanaqadir tushuncha ola olasiz. Siz tushunadigan tilda gaplashamiz. Yog'li seborrheic dermatit. Terimizda, teri ostimizda yog' bezlarining normadan ortiq ishlab chiqarilishi natijasida yuzaga keladigan surunkali, qo'zib turadigan teri kasalligi hisoblanadi. Buning joylashuvi, bu kasallik terimizda, tanamizning qaysi qismlarida joylashadi? Man qaysi qismlarda joylashishiga qarab aytsam, siz demak bu kasallik menga bor ekan degan xulosaga kelishingiz mumkin va boshqa teri kasalliklardan farqlay olasiz. Bosh qismida, sochning bosh, ya'ni terisida mayda qipiqlardan tortib yirik po'stloqlargacha paydo bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda biz qazg'oq bilan almashtirib qo'yishimiz mumkin. Psoriaz kasalligini bosh terisida uchraydigan holatlar bilan chalkashtirib qo'yishimiz mumkin. Lekin seborrheic dermatit boshda ham yaxshigina uchraydi. Chunki boshimizning terisida yog' bezlari yaxshi rivojlangan. Ikkinchi ko'p uchraydigan joy yuz sohasi. Burun qanotlari, qoshlar, lunj atroflari, quloq suprasi va quloqning orqa sohalarida, peshona sohalarida qipiqli rangiga e'tibor beramiz. Oppoq bo'lmaydi, chunki yog' bezlari, yog' sarg'ish bo'ladi. Qipiqli, sariqqa tortadigan, qaloqli, po'stloqli toshmalar hisoblanadi. Psoriaz kasalligida oq kumushsimon toshmalar hisoblanadi. Uni hali men rasmda ham qo'yib beraman. Psoriazda qanaqa toshma elementlari, seborrheic dermatitda qanday toshma elementlari yaqqol farqlay olasiz. Keyingi uchraydigan muhim joylardan biri bu ko'krak, kuraklar orasi, qo'ltiq osti sohalarida. Demak, ko'krak, yuz va bosh sohalari seborrheic sohalar. Ko'krakdan pastki qismlarda, qorin sohalari va undan pastki sohalarda seborrheic dermatit uchramaydi. Psoriaz kasalligidan ana shunday qilib farqlay olishimiz kerak bo'ladi. Endi nega bu psoriaz kasalligidan farqlashimiz kerak deganimiz sababi, psoriazning davosi mutlaqo boshqa. Seborrheic dermatit kasalligining davosi mutlaqo boshqa bo'ladi. Agar ikkalasi bitta davo qilsak, natija bo'lmaydi yoki aks ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Seborrheic dermatitni qo'zg'atuvchisi sababi bitta. U ham bo'lsa zamburug'. Psoriazda zamburug' bo'lmaydi. Seborrheic dermatitda malazessiya degan zamburug' turi bor. Ana shu zamburug'ning faolligi oshib ketadi. Normada bu zamburug' hammamizda bo'ladi. Nima uchun oshib ketadi? Nima uchun? Nega oshadi? Kuchli stress, immun tizimimizning pasayishi, noto'g'ri ovqatlanish, gormonlarimizda o'zgarishning bo'lishi, agressiv kosmetik mahsulotlardan foydalanishimizning oqibatida shu zamburug'ning faolligi oshadi. Zamburug'ning faolligi oshishi bilan teri ostidagi yog' bezlarining ishlab chiqarilishi ham oshib ketadi. Ko'rdingizmi? Psoriaz bilan seborrheic dermatitning farqi qanday bir-biridan ajrata olishimiz? Oson bu. Faqat sizga hozir men
gapirib beryapman. Video davomida rasmlarni ham qo'yib beramiz, yaxshi farqlay olasiz. Endi buning davosi qanday bo'ladi? Mutlaqo davolab bo'lmaydi. Masalan, bittada davolashning iloji yo'q. Oldindan aytib qo'yay. Bittada yo'qotib yuborishning iloji yo'q. Lekin buning sabablarini topib, sabablarni aniqlab, barqaror remissiya foniga tushirib yuborsa bo'ladi. Ya'ni xalq tilida uxlatib qo'ysa bo'ladimi? Ha, uxlatib qo'ysa bo'ladi. Davo qanday bo'ladi? Davo zamburug'iga qarshi vosita beriladi. Tepada aytdim. Buning qo'zg'atuvchisi zamburug', malazesiya turkumiga oid shu zamburug' ana shu seborrheal dermatitni keltirib chiqarar ekan. Zamburug'iga qarshi vositalarni qo'llasak bo'ladi. Mana shu zamburug'iga qarshi vositalarni qo'llashda ehtiyot bo'lamiz. Yuzaki zamburug'larni, teri yuzasida joylashgan zamburug'larni futsis, flukonazol degan preparatlar o'ldirishi mumkin. Lekin siz aslida bu preparatlardan ko'ra bundan ham yaxshiroq tarkibida ketokonazol bor bo'lgan preparat, zamburug'iga qarshi preparatlarni qo'llasak, ana shu zamburug' o'ladi. Keratolitik malhamlar bor. Ya'ni qipig'li toshmalarni ketkazishimiz uchun tarkibida salitsil kislotasi bor bo'lgan va ozroq miqdorda gormon bo'lgan malhamlardan foydalansak, kuniga 2 mahal, bir hafta, uzog'i bilan 14 kun davomida. Bu ham yaxshi naf beradi, samara beradi. Ovqatlanish ratsionidan yog'li mahsulotlarni chiqarib tashlash kerak. Yarim tayyor mahsulotlar, fast food mahsulotlarini chiqarib tashlash kerak. Gazli ichimliklarni chiqarib tashlash kerak. Shirinliklarda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shirinliklarni ham qabul qilishda ehtiyotkorlik bilan muntazam qabul qilmaslik kerak bo'ladi. Immun tizimini ko'tarishimiz kerak. Chunki tepada aytdik, seborrheal dermatitni kelib chiqishida immun tizimni ham barqaror ushlashimiz kerak bo'ladi. Tashqi tomondan kontaktni kamaytirishimiz kerak. Bu aytdik, kosmetik mahsulotlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak yoki asl kosmetik mahsulotlardan foydalanishimiz kerak. Uning mahalini masalan har kunda emas, 2 kunda bir yoki 3 kunda bir foydalansak, terining sezgirligi oshib ketmaydi va seborrheal dermatitni davolashga erishgan bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 2 kasallik haqida gaplashdik. Maqsad kasallikni bir-biridan farqlash, uning asosida kasallikka to'g'ri tashxis qo'yib, uni davolash. Shunday muammolar bo'ladi, hammada, ko'pchilikda hozirgi paytda ayni ko'paygan paytlari shunday muammolar bo'lsa, muammosi bor tanishlaringizga videoni tashlab qo'ying. Ozroq ma'lumot olsa foyda bo'ladi albatta. Raqamlarimizni qoldiramiz ekranda. Qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, savollar kerak bo'lsa kommentariyaga yozing, javob beramiz, javob qaytaramiz, bog'lanamiz. Siz bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. Salomat bo'ling.